Hammaga assalomu alaykum. 2025-yil 15-aprel do'stlar. Turetskiy giloslarimiz do'stlar, ablonkasini bitta ikkita anaqa qolib ketgan yondan chiqqanlarni olib qo'yapmiz. Do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Holati uje mana tizza bo'yiga yetib qoldi do'stlar. Royal Tiago, Svitariana, SPC 342, Mimba, Carmen, 10-12 xil har xil turdagi mevali ko'chatlarimiz bor. Do'stlar, ablonka ishlari ketyapti. Xudo xolasa zakaz berishlaringiz mumkin. Inshaalloh kuzda boshlaymiz. Holatiga baho bering. Do'stlar, Xudo xolasa bemalol qaytib ko'rasizlar. Kuzda noyabrda boshlaymiz inshaalloh. Xudo xolasa tagi vishniyada. Ablonka ishlarini ketyapti. Bir qator qarab qo'yapmiz do'stlar. Yog'voylarni olib yondan chiqqanini payvand bo'lgan joyini qo'yib qo'yapmiz. Mevali ko'chatdan boq qilaman deydiganlar bizga bog'lanishlari mumkin. Ustidan svej ko'chirib beramiz. Ishonchli deganlarga 100% do'stlar ishonchli bo'ladi. Xudo xolasa tagida mevalari bilan ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mehnatdagi do'stlar like bosib qo'yamiz. Bizga kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa baridan tashlab o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.